다음 그림을 보고 맞는 단어나 문장을 고르십시오. 1번. 커피를 담고 있습니다. 2번. 커피를 마시고 있습니다. 3번. 커피를 나르고 있습니다. 4번. 커피를 팔고 있습니다. 정답은 2번입니다. Epstopik birinchi savol. Keyingi rasmga qarab togiri so'z yoki gapni tanlang. Birinchi. Qahvani solyapti. Ikkinchi. Qahvani ichayapti. Uchinchi. Qahvani tashiyapti. To'rtinchi. Qahvani sotayapti. To'g'ri javob ikkinchi variant. 다음 그림을 보고 맞는 단어나 문장을 고르십시오. 1번. 이정표. 2번. 육교. 3번. 도로. 4번. 신호등. 정답은 2번입니다. Epstopik ikkinchi savol. Keyingi rasmga qarab togiri so'z yoki gapni tanlang. Birinchi. Yo'l ko'rsatuvchi belgi. Ikkinchi. Piyodalar ko'prigi. Uchinchi. Yo'l. To'rtinchi. Svetofor. To'g'ri javob ikkinchi variant. 다음 단어의 반대말은 무엇입니까? 개업. 1번. 폐업. 2번. 휴업. 3번. 영업. 4번. 잔업. 정답은 1번입니다. Epstopik uchinchi savol. Keyingi so'zning qarama-qarshi ma'nosi nima? Ochilish. Birinchi. Yopilish. Ikkinchi. Vaqtincha yopish. Uchinchi. Faoliyat. To'rtinchi. Qo'shimcha ish. To'g'ri javob birinchi variant. 다음 단어와 관계 있는 것은 무엇입니까? 식탁, 의자, 침대, 옷장. 1번. 가구. 2번. 과일. 3번. 교통. 4번. 기계. 정답은 1번입니다. Epstopik to'rtinchi savol. Keyingi so'zlar bilan bog'liq narsa nima? Stol, stul, karavot, kiyim javoni. Birinchi. Mebel. Ikkinchi. Meva. Uchinchi. Transport. To'rtinchi. Stanok. To'g'ri javob birinchi variant. 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 말을 고르십시오. 다른 사람의 집을 갑자기. 것은 예의가 아닙니다. 다른 사람 집에 가기 전에 미리 연락을 하는 것이 좋습니다. 1번. 빌리는. 2번. 비우는. 3번. 방문하는. 4번. 정리하는. 정답은 3번입니다. Epstopik beshinchi savol. Bosh joyiga kiradigan eng mos so'zni tanlang. Boshqa odamning uyiga to'satdan. Odobdan emas. Boshqa odam uyiga borishdan oldindan bog'lanib olish yaxshidir. Birinchi. Ijaraga olish. Ikkinchi. Bo'shatish. Uchinchi. Tashrif buyurish. To'rtinchi. Tartibga keltirish. To'g'ri javob uchinchi variant. 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 말을 고르십시오. 용접을 할 때에는 화상을 입지 않도록 조심해야 합니다. 화상을 입으면 빨리 에 가야 합니다. 1번. 은행. 2번. 병원. 3번.
식당. 4번. 매점. 정답은 2번입니다. Epstopik 6-chi savol. Payvandlashni qilish paytida kuyib qolmaydigan qilib ehtiyot bo'lish kerak. Kuyib qolsangiz tezda ga borishingiz kerak. Birinchi. Bank. Ikkinchi. Kasalxona. Uchinchi. Oshxona. To'rtinchi. Do'kon. To'g'ri javob ikkinchi variant. 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 말을 고르십시오. 어제는 작업량이 많지 않았습니다. 하지만 오늘은 일이 많아서 조금 늦게 퇴근했습니다. 1번. 미리. 2번. 별로. 3번. 멀리. 4번. 방금. 정답은 2번입니다. Epstopik 7-chi savol. Kecha ish hajmi ko'p emas edi. Biroq bugun ish ko'p bo'lgani uchun biroz kechroq ishdan qaytdim. Birinchi. Oldindan. Ikkinchi. Unchalik. Uchinchi. Uzoq. To'rtinchi. Hozirgina. To'g'ri javob ikkinchi variant. 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 말을 고르십시오. 작업장에서는 안전수칙을 반드시 합니다. 그렇지 않으면 안전사고가 일어날 수 있기 때문입니다. 1번. 지키지만. 2번. 지키면. 3번. 지켜야. 4번. 지키는데. 정답은 3번입니다. Epstopik 8-chi savol. Ish joyida xavfsizlik qoidalariga majburiy. Kerak. Aks holda xavfsizlik halokati yuz berishi mumkin. Birinchi. Amal qilsa ham biroq. Ikkinchi. Amal qilinsa. Uchinchi. Amal qilish. To'rtinchi. Amal qilayotgan edi. To'g'ri javob uchinchi variant. 여기에서 파는 것은 무엇입니까? 1번. 비빔밥입니다. 2번. 포장입니다. 3번. 서울시입니다. 4번. 예약입니다. 정답은 1번입니다. Epstopik 9-chi savol. Bu yerda sotilayotgan narsa nima? Birinchi. Bibimbap. Ikkinchi. Qadoqlash. Uchinchi. Seul shahri. To'rtinchi. Bandlash. To'g'ri javob birinchi variant. 이 표지는 무슨 뜻입니까? 1번. 추락할 수 있으니 조심하십시오. 2번. 위험한 곳이니 조심하십시오. 3번. 온도가 낮으니 조심하십시오. 4번. 폭발하기 쉬우니 조심하십시오. 정답은 3번입니다. Epstopik 10-chi savol. Bu belgi qanday ma'no? Birinchi. Yiqilib ketish mumkin, ehtiyot bo'ling. Ikkinchi. Xavfli joy, ehtiyot bo'ling. Uchinchi. Harorat past, ehtiyot bo'ling. To'rtinchi. Portlash xavfi bor, ehtiyot bo'ling. To'g'ri javob uchinchi variant. 직장인들의 추석 연휴 계획에 대한 설명으로 맞는 것은 무엇입니까? 1번. 일한다는 직장인이 가장 적습니다. 2번. 가족이나 친척을 만난다는 직장인이 반이 넘습니다. 3번. 여행을 간다는 직장인이 세 번째로 많습니다. 4번. 집에서 쉰다는 직장인이 가장 많습니다. 정답은 2번입니다.
Epstopik on birinchi savol. Ishchilarning Chusoq bayrami ta'tili rejalari haqida tushuntirishga to'g'ri narsa nima? Birinchi. Ishlayman degan xodimlar eng kam. Ikkinchi. Oila yoki qarindoshlarni ko'raman degan xodimlar yarmidan oshadi. Uchinchi. Sayohatga boraman degan xodimlar uchinchi bo'lib ko'p. To'rtinchi. Uyda dam olaman degan xodimlar eng ko'p. To'g'ri javob ikkinchi variant. 다음 약 봉투에 대한 설명으로 맞는 것은 무엇입니까? 1번. 하루에 4번 약을 먹습니다. 2번. 밥을 먹기 전에 약을 먹습니다. 3번. 물약은 아침에 1번 먹습니다. 4번. 약은 이틀 동안 먹습니다. 정답은 2번입니다. Epstopik on ikkinchi savol. Keyingi dori paketi haqidagi tushuntirmaga to'g'ri narsani tanlang. Birinchi. Kuniga 4 marta dorini ichadi. Ikkinchi. Ovqat yeyishdan oldin dorini ichadi. Uchinchi. Suyuq dorini ertalab 1 marta ichadi. To'rtinchi. Dorini 2 kun davomida ichadi. To'g'ri javob ikkinchi variant. 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 말을 고르십시오. 농약은 몸에 해롭습니다. 그래서 우리 농장에서는 농약을 적게. 농약을 치기 전에 벌레를 잡고 있습니다. 1번. 쓰면 안 되니까. 2번. 팔면 안 되니까. 3번. 팔기 위해. 4번. 쓰기 위해. 정답은 4번입니다. Epstopik on uchinchi savol. Bosh joyga kiradigan eng mos so'zni tanlang. Pestitsidlar sog'liq uchun zararli. Shuning uchun bizning fermer xo'jaligimizda pestitsidni kam qilib, pestitsid sepishdan oldin hasharotlarni tutib olyapmiz. Birinchi. Ishlatishga bo'lmaydiganligi uchun. Ikkinchi. Sotishga bo'lmaydiganligi uchun. Uchinchi. Sotish uchun. To'rtinchi. Ishlatish uchun. To'g'ri javob to'rtinchi variant. 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 말을 고르십시오. 한국 드라마가 우리 고향에서 인기가 많습니다. 드라마뿐만 아니라 한국 영화나 노래를 좋아하는 사람들도. 1번. 오르면 됩니다. 2번. 늘고 있습니다. 3번. 오르고 있습니다. 4번. 늘면 됩니다. 정답은 2번입니다. Epstopik on to'rtinchi savol. Bosh joyga kiradigan eng mos so'zni tanlang. Koreys seriallari bizning yurtimizda juda mashhur. Faqat seriallar emas, balki koreys filmlari yoki qo'shiqlarini yoqtiradigan odamlar ham. Birinchi. Ko'tarilsa bo'ladi. Ikkinchi. Ko'payib bormoqda. Uchinchi. Ko'tarilib bormoqda. To'rtinchi. Ko'paysa bo'ladi. To'g'ri javob ikkinchi variant. 다음 글을 읽고 무엇에 대한 글인지 고르십시오. 외국 인력 지원 센터에서는 외국인 근로자들을 위해 여러 가지 일을 하고 있습니다. 외국인 근로자를 위한 한국어와 컴퓨터 교육을 제공하고 있습니다. 또 생활과 법률, 노동 상담을 통해 여러 가지 문제를 해결해 주고 있습니다. 1번. 시간 안내. 2번. 업무 안내. 3번. 장소 안내. 4번. 비용 안내. 정답은 2번입니다. Epstopik on 5-chi savol. Keyingi yozuvni o'qib nima haqidagi yozuv ekanini tanlang. Chet ellik ishchilarni qo'llab-quvvatlash markazida chet ellik ishchilar uchun har turli ishlar qilinmoqda.
Chet ellik ishchilar uchun koreys tili va kompyuter ta'limi ta'minlab berilyapti. Shuningdek, hayoti va qonuni mehnat maslahatlar orqali har xil muammolar hal qilib berilmoqda. Birinchi. Vaqt ma'lumoti. Ikkinchi. Ish ma'lumoti. Uchinchi. Joy ma'lumoti. To'rtinchi. Xarajatlar ma'lumoti. To'g'ri javob ikkinchi variant. 다음 글을 읽고 무엇에 대한 글인지 고르십시오. 저는 한국어 수업을 듣기 전에 집에서 혼자 공부합니다. 문법과 단어를 미리 공부하고 수업을 들으면 선생님 말씀을 잘 이해할 수 있습니다. 1번 예습 2번 예약 3번 숙제 4번 복습 정답은 1번입니다. Epstopik 16 savol. Keyingi yozuvni o'qib nima haqidagi yozuv ekanini tanlang. Men koreys tili darsini tinglashdan oldin uyda yolg'iz o'rganaman. Grammatika va so'zlarni oldindan o'qib, darsni tinglasam, o'qituvchi gaplarni yaxshi tushunish iloji bor. Birinchi. Oldindan tayyorlanish. Ikkinchi. Bandlash. Uchinchi. Uy vazifasi. To'rtinchi. Takrorlash. To'g'ri javob birinchi variant. 다음 글을 읽고 내용과 같은 것을 고르십시오. 한국에서는 회사에서 사람을 부를 때 보통 직위에 님을 붙입니다. 예를 들어, 직위가 과장이면 과장님으로 부릅니다. 직위가 비슷한 사람이나 동료에게는 이름에 씨를 붙입니다. 이름이 수루이면 수루씨라고 부르면 됩니다. 그러나 회사 밖에서는 친한 사람을 형이나 누나로 부르기도 합니다. 1번 동료에게는 이름에 님을 붙여 부릅니다. 2번 직위가 비슷한 사람에게는 그냥 이름만 부릅니다. 3번 직위가 부장이면 부장님이라고 부릅니다. 4번 회사에서 친한 사람이면 형이라고 불러도 됩니다. 정답은 3번입니다. Epstopik 17 savol. Keyingi yozuvni o'qib mazmuni bilan o'xshash narsani tanlang. Koreyada kompaniyada odamga murojaat qilganda odatda lavozimiga nim qo'shimchasi qo'shiladi. Masalan, agar lavozimi kvajang bo'lsa, kvajangnim deb chaqiriladi. Lavozimi o'xshash yoki hamkasblarga esa ismiga shi qo'shib aytiladi. Agar ismi Suru bo'lsa, Surushi deb chaqirish mumkin. Lekin kompaniyadan tashqarida yaqin odamlarni aka yoki opa deb ham chaqirishadi. Birinchi. Hamkasblarga ismiga nim qo'shib murojaat qilinadi. Ikkinchi. Lavozimi o'xshash odamni faqat ismi chaqiriladi. Uchinchi. Agar lavozimi pujang bo'lsa, pujangnim deb chaqiriladi. To'rtinchi. Kompaniyada yaqin odamni aka deb chaqirsa ham bo'ladi. To'g'ri javob uchinchi variant. 다음 글을 읽고 내용과 같은 것을 고르십시오. 어른 앞에서는 행동을 조심스럽게 해야 합니다. 인사를 할 때는 손을 흔들면 안 되고 허리를 숙여 인사해야 합니다. 그리고 어른과 함께 밥을 먹을 때는 어른이 식사를 시작할 때까지 기다립니다. 또 밥을 다 먹었어도 어른이 식사를 끝낼 때까지 자리에서 기다리는 것이 좋습니다. 1번 어른께는 손을 흔들며 인사하는 것이 좋습니다. 2번 어른보다 먼저 식사를 시작해야 됩니다. 3번 어른보다 먼저 식사를 마치면 안 됩니다. 4번 어른께 인사할 때는 허리를 숙여야 합니다. 정답은 4번입니다. Epstopik 18 savol. Keyingi yozuvni o'qib mazmuni bilan o'xshash narsani tanlang. Kattalar oldida o'zini ehtiyotkor tutish kerak. Salomlashayotganda qo'l silkitmasdan bel egilib salom berish kerak.
Hamda kattalar bilan birga ovqatlanganda, kattalar ovqatni boshlaguncha kutish kerak. Hatto ovqatni hammasini tugatsangiz ham, katta odam ovqatni tugatguncha joyingizda kutib o'tirgan yaxshi. Birinchi. Kattalarga qo'l silkitib salom berish yaxshi. Ikkinchi. Kattalardan ko'ra avval ovqatni boshlash kerak. Uchinchi. Kattalardan ko'ra avval ovqatni tugatishga bo'lmaydi. To'rtinchi. Kattalarga salom berayotganda egilib salom berish kerak. To'g'ri javob to'rtinchi variant. 다음 설명에 알맞은 어휘를 고르십시오. 소, 닭 등 가축들의 질병을 예방하고 병을 치료하는 직업입니다. 1번 상담사 2번 수의사 3번 목수 4번 어부 정답은 2번입니다. Epstopik on 9-savol. Keyingi tushuntirmaga eng mos so'zni tanlang. Sigir, tovuq kabi uy hayvonlarining kasalliklarini oldini olib, kasallikni davolaydigan kasb. Birinchi. Maslahatchi. Ikkinchi. Veterinar. Uchinchi. Duradgor. To'rtinchi. Baliqchi. To'g'ri javob ikkinchi variant. 다음 설명에 알맞은 어휘를 고르십시오. 앞쪽에 있는 포크 모양의 긴 받침을 위아래로 움직이면서 트럭에 짐을 옮겨 싣는 작업 기계입니다. 1번 크레인 2번 지게차 3번 굴착기 4번 화물차 정답은 2번입니다. Epstopik 20-savol. Keyingi tushuntirmaga eng mos so'zni tanlang. Oldi qismida vilka shaklidagi uzun tayanchini yuqoriga pastga harakatlantirgan holda yuk mashinasiga yukni ko'chirib ortadigan ish texnikasi. Birinchi. Kran. Ikkinchi. Yuk ko'taruvchi mashina. Uchinchi. Ekskavator. To'rtinchi. Yuk mashinasi. To'g'ri javob ikkinchi variant.